O'quv markazlarini kengaytirish uchun eng kuchli strategiyalar. Birinchisi innovatsion kurslar va moslashuv. Bozorga qarab kurslaringizni yangilang, yangi yo'nalishlar kiriting. O'quvchilar o'z maqsadiga erishish uchun imkoniyatlar yarating. Ikkinchisi jamoani kuchaytiring, markazni mustahkamlang. O'qituvchilar va xodimlar sizning asosiy qurolingiz. Ularni rivojlantirish va motivatsiya qilish orqali markazingiz darajasini oshiring. Uchinchisi bozorga moslashgan innovatsion kurslar. Har doim talabni oldindan sezib, kurslaringizni yangilang. O'quvchilar natijaga tez erishsin. Ular sizga reklama sifatida ishlaydi. To'rtinchisi, o'quvchilar muvaffaqiyatini yorituvchi tizim yarating. Har bir o'quvchingiz natijasini kuzating va rag'batlantiring. Ularning yutuqlari sizning eng kuchli marketingingiz. Tavsiya kuchini maksimal darajada ishlating. Agar o'quv markazingizni tizimlashtirmoqchi yoki kengaytirmoqchi bo'lsangiz, quyidagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin.